Brightonga qarshi o'yinda maydonga tushamanmi yo'qmi, umuman zaxirada bo'lamanmi, o'zim uchun baqira olaman. Bu yog'iga nima bo'lishini bilmayman. Shunchaki Enfieldda bo'laman, muxlislar bilan xayrlashaman va Afrika Kubogiga yo'l olaman. Sababi terma jamoaga borib qo'shilganimda u yog'iga nimalar bo'lib ketishini bilmayman. Bu vaziyatda endi nima qilasan? To'g'risi bu vaziyatga men jim qarab tura olmayman. Nimaga men bilan aynan bunday ishlar sodir bo'layotganini tushunmayapman. Agar men boshqa klubda o'ynayotgan bo'lganimda o'sha klub o'z futbolchilarini himoya qilgan bo'lardi. Men qanday qilib bunday vaziyatga tushib qolganimni bilmayman. Menimcha ular meni asosiy aybdor qilib qo'yishgani meni muammo sifatida ko'rayotgan bo'lsa kerak, lekin men muammo emasman. Men bu klub uchun ko'p ishlarni qilganman va o'ylashimcha hurmatga loyiqman va shunchaki shu hurmatga sazovor bo'lmoqchiman. Men har doim o'z pozitsiyamda o'ynashim uchun kurashishim kerak emas. Men buni allaqachon isbotlab bo'lganman. Odamlar sen boshqalardan ustunmassan deyishi mumkin. Men hech kimdan ustun emasman. Men o'z mavqeimga erishib bo'lganman. Bu futbol.